Boshlang'ich to'lov 1400 so'm bilan 15000 so'mlik assetitni ham nasiyaga bera oladigan zo'r do'kon topib qo'ydim. Bu yerda avtoehtiyot qismlarini hamma turini bemalol nasiya savdoga olsanglar bo'lar ekan. Oxirigacha ko'ringlar, juda ham manfaatli obzor bo'ladi. Avtozet bizning hamkorimiz hisoblanadi va O'zbekiston bo'ylab 5 ta filialligi mavjud. Bu yerda mashinaga eng kerakli hisoblangan moy deysizlarmi, balon deysizlarmi yoki magnitofon, kolonka, xullas hamma ehtiyot qismlari mavjud va boya aytib o'tganimdek, bemalol misol uchun mana shu dvornini ham boshlang'ich to'lov 3800 so'm evaziga olib chiqib ketsanglar bo'ladi. 6 oy muddatga bo'lib to'lashga. Va albatta bu yerda kardinalli hamma model dizaynlari mavjud. Kardinalni olasizlar, bo'lib to'lashga olganinglardan tashqari ustanovka bepulligi bu yerda ham amal qilyapti. Birinchi o'rinda batafsil ma'lumot olish uchun profilligi hamda nomerligini qoldiramiz. Murojaat qilib bemalol ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. Undan tashqari shunaqa sizlarga vigit, ya'ni foydali bo'ladigan ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun kardinalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chexollarning reklamasidan tashqari shunaqa foydali ma'lumotlarni ulashib boramiz. Xullas, kuzatishni davom etinglar. Unutmanglar, kardinal sifatni qadrlovchilar uchun Avtozet bo'lsa, sizlar uchun ishonchli, ya'ni halol nasiya savdoga barcha avtoehtiyot qismlarini bera oladigan do'kon. Kuzatishni davom etinglar. Videoga like bosish esdan chiqmasin.